Assalomu alaykum hammaga. Bugun совершенно несовершенный видni 6-darsini o'tamiz hamda bizda учить, выучить, учить, научить gлагollari. Xo'p. Darsda boshlaymiz. Birinchi fe'limiz учить, выучить, yodlamoq. Ha, учить, научить bilan o'xshab ketishi mumkin, lekin учить, выучить, yodlamoq. Ko'rishimiz mumkin, учить, выучitdan keyin что degan savol keladi, ya'ni nimani yodlamoq. Винительный падеж keladi. Настоящее время, hozirgi zamonimizda я учу, ты учишь, он она учит, мы учим, вы учите, они учат bo'lib o'zgarar ekan. Прошедшее времяga qaraydigan bo'lsak, мужской род выучил, женский род выучила, множественное число выучили deb o'zgarishi mumkin ekan. Ko'plikka o'tadigan bo'lsak, я выучу, ты выучишь, он она выучит, мы выучим, вы выучите, они выучат bo'lib o'zgaradi. Ana endi kelinglar mana shu misollar, mana shu o'zgarishlarga misol падежni qo'shgan holatdan gaplarni oxirigacha tugatib qo'ysak. Da? Я учу стихотворение. Men she'r o'qiyapman. Ты учишь роль. Sen rolni yodlayapsan. Да? Он она учит текст. Matn yodlayapti. Мы учим песню. Да? Вы учите слова. So'zlarni yodlayapsiz. Они учат формулы. Ular formulalarni yodlayapti. Прошедшее времяga, ya'ni o'tgan zamoniga xuddi shunaqa holatda so'zlarni qo'yib ketsak bo'laveradi. Anvar выучил текст. Anvar matnda yodlab bo'ldi. Nigora выучила стихотворение. Nigora she'rni yodlab bo'ldi. Мы выучили формулы. Biz formulalarni yodlab bo'ldik. Ya'ni bu o'tgan zamoni edi. Будущее время. Я выучу роль. Да, mana shunga o'xshab ketaveradi. Просто uchuvni oldiga вы qo'shib ketasizlar. Я выучу стихотворение. Ты выучишь роль. Он она выучит текст. Мы выучим песню. Вы выучите слова, они выучат формулы. И shunga o'xshab ketaveradi. Da. Endi keyingi fe'lga o'tsak ham bo'laveradi. Keyingi fe'limiz учить, научить, o'rgatmoq. Kimgadir nimanidir o'rgatmoq fe'li hisoblanadi. Учить, научить fe'lidan keyin kimga, kого degan savol bo'ladi. И nimani xohlasangiz birorta падеж qo'ysangiz bo'laveradi. Agar nimani desangiz винительный падеж bo'ladi. A nimadir qilishni demoqchi bo'lsangiz infinitiv qo'yib keyin падеж qo'yasiz. Настоящее время учить, научить-da quyidagicha bo'ladi. Я учу, ты учишь, он она учит, мы учим, вы учите, они учат. Прошедшее время. Мужской род научил, женский род научила, множественное число научили bo'lib o'zgarar ekan. A kelasi zamoni будущее время. Я научу, ты научишь, он она научит, мы научим, вы научите, они научат bo'lib o'zgarishi mumkin ekan. Теперь endi biz misollarni yozsak bo'laveradi. Я учу друга писать эссе. Men do'stimga esse yozishni o'rgatyapman. Ты учишь маме использовать telefon. Sen oyinga telefon ishlatishni o'rgatyapsan. Он она учит детей в школе. U bolalarni maktabda o'qitadi. Мы учим детей
в школе учим детей говорить по-русски. Biz bolalarni rus tilida gapirishga o'rgatamiz. Вы учите папу использовать ноутбук. Dadangizga noutbuk ishlatishni o'rgatyapsiz. Они учат нас петь песню. Ular bizga qo'shiq kuylashni o'rgatyapti. Да, bu настоящее времяsiga misollar. Xo'p, прошедшее времяga o'tyapmiz. Прошедшее время мы скоро научил edi. Misol uchun, учитель научил меня говорить по-английски. Да? Мама научила дочь печь пироги. Родители научили нас работать над собой. Да. Ustoz meni inglizcha gapirishga o'rgatdi. Ona o'zini qiziga pirog pishirishni o'rgatdi. Ota-onalar bizga ustimizda ishlashni o'rgatishdi. Будущее время научу, научишь, научит, научим, научите, научат bo'ladi degandik. Я научу друга писать эссе. Ты научишь маму использовать телефон. Она научит детей в школе да. К примеру, сюда читать и писать дети. Так лучше, да? Мы научим детей говорить по-русски. Вы научите папу использовать ноутбук. Они научат нас петь песню. Прошедшее время. Ko'rdik, будущее времени ko'rdik. Dars yoqqan bo'lsa, like bosib qo'ying va kanalga obuna bo'lishni unutmang. Всем до свидания. Пока-пока.